Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Pomidor sharbatini ko'pchilik yoqtirmaydi. Men birinchi marta ko'rganimda qanday ichishar ekan deb hayron bo'lganman. Ammo pomidor sharbatining foydali xususiyatlarini bilganingizdan so'ng tinmay ushbu sharbatni iste'mol qilishingiz aniq. Demak, har kuni pomidor sharbati ichish sabablari quyidagicha. 1. Vitaminlar. Yangi tayyorlangan pomidor sharbati A, C vitaminlariga boy. Uni har kuni ichib yurish ko'rish qobiliyatini yaxshilaydi. Suyaklar va tishlarni mustahkamlaydi. Immunitetni ko'taradi. 2. Xolesterinni kamaytiradi. Pomidor sharbati tarkibidagi niatsin va foydali tolalar qondagi xolesterinni yo'q qilishda asqotadi. 3. Ichaklar faoliyatini yaxshilaydi. Kimning oshqozon ichak tizimida muammosi bo'lsa, har kuni yangi tayyorlangan pomidor sharbati ichish tavsiya qilinadi. U ovqat hazm qilishni yengillashtirib, ich qotishiga barham beradi. 4. Zahardan tozalaydi. Pomidor sharbati tarkibidagi kislota buyrak hamda jigar faoliyatini yaxshilaydi. Kislota organizmda dezintoksikatsiya jarayoni yuz berishini ta'minlaydi. Bu organizm zaharli moddalardan tozalanadi deganidir. 5. Ozishda yordam beradi. Pomidor sharbati qorinni to'q tutadi. Ko'p ovqat o'rniga u organizmni kerakli to'yimli moddalar bilan ta'minlab, metabolizm darajasini oshiradi. 6. Yurak xastaligidan asraydi. Pomidor sharbati tarkibida mavjud bo'lgan B6 vitaminlari odamni yurak xastaligidan himoya qiladi. Tomirlar kushandasi hisoblangan gametositein aminokislotalari darajasini kamaytiradi. 7. Turli toshmalardan saqlaydi. Pomidor sharbati teriga ham ijobiy ta'sir etib, turli toshmalar toshishiga barham beradi. 8. Saratonning oldini oladi. Pomidor sharbati tarkibidagi likopenlar oshqozon ichak, o'pka saratoni kabilar paydo bo'lishiga yo'l bermaydi. Buning uchun har kuni 1 stakan yangi tayyorlangan pomidor sharbati ichish kifoya qiladi. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yana bir foydali ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Hayron o'z kanalini kuzating va doimo sog' salomat bo'ling.